Assalomu alaykum lider kirolkan kuzatuvchilari. Mana yangi quyonlarimiz kelgan. Ikkita golland pandachalar kelgan. 2 oylik sifatli zonasi. Sharif maskalari ham cho'tki kelgan, buni ikkalasini ham. Bu yoqda ham bitta samisimiz tayyor. Bitta samka kerak xolos bunga. Bu yoqda xatot. Bu ham 3 oylikda o'tib qolgan bu. Samisi bu. Bu yoqda yana bitta kattani ham yasaganman, tepasi bitgan. Bu yoqda joylab qo'yganmiz. Pas bitmagan. Buni bitta minus tarafi. Hop, mana bu tunkasini balandroq qo'yganman. 20 sm shunaqa bo'lib qo'ygan. Bularniki unaqa emas. Ozgina kichikroq. 15 sm taxminan shunaqa. Buniki baland bo'lib qo'ygan. Endi minus tarafi sen baribir baland bo'lib qo'yganiga havo aylanishi ham uncha yaxshi bo'lmaydi. Mana bu tunikadan shu qarmushka qilaman. Shu tunika seximizdan oshgan tunikalardan qarmushka qo'ygan quyonlarga. Shunaqa qilib mana hozir. Mana shu tunikadan yasalgan. Suv idish olishimiz kerak. Endi bankani berib turibman hozircha. Olganga yarasha sifatlisini olib boqish kerak. Endi ikki qo'l quyonlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Endi bu sifatga boqiladigan quyon emas, sifatga zotga go'sht yo'nalishi. Endi hech kim uni zot yo'nalishiga boqmaydi. Go'sht yo'nalishida baribir olib kelib tashlab qo'yganmiz. So'yib yeb turganda ortganini sotib yuboramiz. Bu ham xudo xolasa bo'g'oz. O'ziga joy tayyorlayapti. Oyda oxirida tug'ish kerak bu ham. Bitta narsani ham aytib o'tib ketmoqchiman. Xo'p, qo'rim tanlashda adashmanglar. Qo'rim olgandim mana. Turibdi, quyonlar uncha yemayapti qo'rimni. Nariyoqda ham olib ko'rsataman. Buni qarmushkasi ham yaxshi ko'ryapti. Umuman yemayapti. Katta non beryapman. Bularni mana qarmushkasi ham turibdi. Deyarli yemayapti. Yedi juda oz miqdorda yeyapti. Hop, hikol quyonlarni olganimda mana shu hikol quyonlarni bir 3 oylik edi bular. Mana bitta bor, bitta samka. Bu ham bo'g'oz, bu ham oyda oxirida tug'ish kerak. Shu hikol quyonlarni olganimda Leyla opadan olganman. Bir qop qo'rim qo'shib bergan. Adashmasam 110 mingga tushgan bir qop qo'rim 25 kilolikda. Uni yeb tugatgandan keyin gruppadan bir qop qo'rim olgandim. Qaysi fermaligini aytmayman. Agar ko'rsalar, qo'rimni nimasidan tanisanglar kerak. Gruppadan juda ko'p reklama qilishadi. Olgandim. O'zi olgandan shu bilganman. Sifati yaxshi emas buni. Quyonlar ham yemayapti. Shu qattiq non beryapman. Qattiq non ham turibdi. Hashak, boshqa narsalar berib yeplab turibman. Qo'rimga o'rgan olguncha ozgina vaqt tutadi. Lekin bu qo'rim yarim qopdan o'zi ozayib ketgan. O'zi bir qop bo'ladi-yu. Yarim qopda ozayib ketgan, baribir quyonlar yaxshi yemayapti. O'zi olgandan bilganim shu sifat yaxshi emasligi, endi iloji yo'q, beryapman endi. O'zi Royal Fitdan olmoqchi edim. Ko'pchilik biladi, Farruh akani qo'rimi Andijondagi filialda qolmaganligi uchun
olganman. Qo'rimni Toshkentdan olib keltiray desam, o'zidan qimmat tushib ketadi. Taksi xizmati qo'rim 150 ming shunaqa bo'lsa, hop taksi xizmati shaharni ichigacha, Andijon shahrining ichiga olib kelib beradi. 150 ming, eng kami 150 ming yoki 160 ming olib kelib beradi. Uygacha olib keltiray desam, 170 ming, 180 ming shunaqa bo'lib ketadi. O'zidan qimmat tushib ketadi qo'rim tan narxidan taksi xizmati. Endi buni xashak bilan, qattiq non bilan beryapman, tugagicha ishlatib turaveray. Qo'rimni keyin boshqa qo'rimni ishlataman, endi iloji yo'q. Xullas shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar. Kanalga like, komment yozib, esdan chiqmasin.